Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Mana Xudo navbatdagi bitta Toshkent shahrida qilgan uchastkamiz bitdi inshaalloh. Bu yerga amaliy video panjara, darvoza va nameslarni qilib berganmiz inshaalloh. Bitta ko'rib baho berasizlar. Panjaralarga ham juda ham chiroyli chiqqan. O'ziga yarashgan uylarni ham, stoykalari ham akkuratnizdan qilingan inshaalloh, ko'rishlaringiz mumkin. Va bu tarafda balkon panjarasi va nameslarni qilib berganmiz inshaalloh. Juda ham chiroyli qilib ahamiyat beramiz. Va ko'pchilik so'ragan uyga asosiy uyga kiraverishga temir eshik so'raganlar uchun temir eshikni ham qilib berganmiz inshaalloh. Buni ham obzorini qilib beramiz inshaalloh tez kunda. Bizani kuzatishda davom etinglar va mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Kazorukchalar qilib berganmiz. Podvolga juda ko'pchilikka kerakli narsa. Podvolga suv tushmasligi uchun oynakli qilib, kazoruk qilib, ustiga oynak qo'yib berganmiz. Lazerli bo'lgan inshaalloh. Juda ham chiroyli holatda chiqqan. Agar ishlarimiz yoqqan bo'lsa, like, podpiskani bosib qo'yamiz. Bu yoqda ham mana uglovoy joyni ham ko'rishlaringiz mumkin. Oynali stiklarni ham akkuratni qilib berganmiz inshaalloh. Shunaqa ishlar kerak bo'lsa, shunday ekranga raqamlarga aloqaga chiqsalaring, ishlaring tez va juda ham sifatli qilib bitkazib beramiz inshaalloh. Uyda videoga baho beramiz akalar. Juda ham bir chiroyli, fayzli xonadonimiz.